Assalomu alaykum aziz tadbirkor ayollarimiz. Bugungi mavzuyimiz onlayn va offlayn biznes farqlari haqida gaplashamiz. Buning uchun albatta joylashib o'tirib oling, iloji bo'lsa toza ruchkalaringizni olib, o'zingizga kerakli bo'lgan insaytlarni yozib olishingizni tavsiya qilaman. Chunki bu asosiy mavzu ko'pchilikni qiziqtirayotgan, ayniqsa offlayn do'kon egalari bo'lgan ayollarimiz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Onlayn bilan offlaynni solishtirish uchun bizda doimiy tarzda raqamlar bo'lishi kerak. Keling, shuni ko'rib chiqamiz. Hozirgi kunda sizda offlayn do'kon bor va kimdirda onlayn do'kon bor. Kimni savdosi zo'r, kimni sotuvlari baland, kim yaxshi pul topadi. Albatta, onlayn biznes egasi. Offlayn do'kon bo'ladigan bo'lsa, bu do'koningizga ma'lum bir darajadagi insonlar tashrif buyuradi. Ya'ni lokatsiya aytaylik, sizda Yakkasaroyda joylashgan bo'lsa, shu do'kon joylashgan joydan 4-5 kilometr radiusdagi insonlargina sizni do'koningizga tashrif buyuradi va sizdan mahsulot xarid qiladi. Agar siz o'zingiz faoliyatingizda onlayn yurg'izadigan bo'lsangiz, siz butun respublika bo'ylab o'zingizni mahsulotingizni targ'ib qila olishingiz, reklamalar yoqa olishingiz va butun respublikadagi insonlardan zakaz olishingiz mumkin bo'ladi. Endi solishtirib ko'raylik-da. Qaysi biri bizga qiyinroq va qaysi biri osonroq? Offlayn do'konga ertalab soat 10 dan aytaylik kechki soat 8-9 gacha do'konni ochib qo'yamiz va ertalabdan kechgacha bitta, ikkita, 10 ta, 15 ta mijozi kelishini kutamiz. Onlaynda bo'ladigan bo'lsa, bitta reklama targetini yoqadigan bo'lsangiz, aytaylik 10-15 dollarga yoqadigan bo'lsangiz, 100 ta, 200 ta klient sizga yozadi va kamida 20 ta, 30 tasi mahsulotingizni xarid qiladi. Endi o'ylab ko'ring, qaysi biri qulay? Albatta onlaynda. Undan tashqari onlayn platformani yana qulayliklari, insonlar har doim qaror qabul qilishni kunduz kuni emas, balki oldingi zamonda emas, hozirgi kunda mana shu nima deydi, gadjetlar zamonida bu narsa avj olgan paytida insonlar kun davomida ishda bo'ladi. Aytaylik 9 dan 6 gacha ishda bo'ladi. Keladi uyiga, uyini yig'adi, tozalaydi, hamma ishlarni qiladi va kechga yotishdan oldin qo'liga telefonni oladi. Va shu telefonni olgan paytida sizda reklamalarda chiqadigan bo'lsa, o'ziga kerakli mahsulotlarni o'tirib onlayn shopping qilib, tanlab, zakaz berib, sizga mahsulotlarni zakaz berib, pul to'lab berishi mumkin yoki dostavka qildirishi mumkin bo'ladi. Bizning magazinimizda bo'lsa, faqatgina ma'lum bir vaqt oralig'ida ishlaydi. Aynan insonlar xarid qilish qobiliyati uyg'ongan paytda biz do'konni yopib qo'yishga majbur bo'lamiz. Endi solishtirib ko'ring. Qaysi biri sizga qulay? Albatta, onlaynmi yoki offlaynmi? Men onlaynni tanlagan bo'lardim. Hozirgi kunda menda ham onlayn, ham offlayn, ham marketplace bizneslarim bor. Va umumiy sotuvlarimizni bir oyda umumiy hisobda 1 milliard оборот qiladigan bo'lsak, shuni atigi 10% ni bizning offlayn do'konimiz tashkil qiladi. Bir xilgi oylik 7% ga ham tushib ketadi. Buni asosiy sababi insonlar qulaylikni, komfortni va vaqtni qadriga yetayotganidan bo'ladi. Nimaga deb o'ylaysizmi? Chunki ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, kunimiz tez o'tib ketyapti. Soatlarimiz tez o'tib ketyapti va insonlar vaqtni qadriga yetib boryapti. Vaqtni qadriga yetib borayotgan insonlarga hamma narsa qulay bo'lishi kerak, tez, oson hal bo'lishi kerak. Fikrlashi o'zgarayotgan insonlarga ularning fikrlaridan oldinroq taklifni berishingiz kerak bo'ladi. Siz haligacha offlayn do'konim zo'r bo'lib ketadi. Bu do'konda haligacha rivojlanaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, atrofga bir boqing. Atrofda yaxshi daromad qilayotgan biznes egalari qaysi yo'l bilan biznes qilishyapti? Qaysi yo'l bilan bizneslarini haligacha davom ettirishyapti? O'zingizni bir o'ylab ko'ring-chi. O'tgan 2023-yil, 2024-yil va 2025-yildagi sotuvlaringizni yaxshilab hisoblab chiqing. 23-yilda qanday edi? 24-yilda qancha tushish bo'ldi? 25-yilda esa qanday holatdasiz? Buni raqamlarda ko'radigan bo'lsangiz, albatta fikringiz men aniq ishonaman o'zgaradi. Chunki raqamlarga ko'p hollarda qaramaymiz va amal taqov qilib arenda puli beryapsiz, tovarga pul chiqaryapsiz. Siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Siz pulni, daromadni
ishlayotgan pulingizni sof foydangizga emas, balki aylanayotgan pul hisobiga kun ko'ryapsiz. Biza aylanayotgan pul hisobiga kun ko'rishni to'xtatishimiz kerak va moliyaviy dardda mustahkam biznes qurish vaqti keldi. Bundan to'g'ri foydalanishimiz uchun o'zimizning ustimizda ishlashimiz va zamonga hamma insonlardan oldinroq boqishimiz kerak bo'ladi. Tadbirkorni har doim oddiy insonlardan 5 qadam kamida oldinda yurish kerak bo'ladi. Muvaffaqiyatli tadbirkorning asosiy siri bu kelajakni oldindan ko'ra olishi. Kelajakni oldindan ko'rish uchun albatta o'qing, izlaning, bilim oling. Sizga umid qilamanki, bugungi ma'lumotlarim foydali bo'ldi va keyingi ma'lumotlarim aynan nimalar bo'lishini, nimalarga asoslangan bo'lishini va sizni nimalar qiynayotgan muammolarni kommentariyada, izohlarda yozib qoldiring. Men buni inobatga olishga harakat qilaman va o'zim maslahatlarimni ayamasdan berishga harakat qilaman.